2026-yil 10-aprel holatiga ko'ra sotuvdagi jo'jalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bitta partiyani video qilib qo'ya olmadik, sababi odamlar telefon qilib mijozlarimiz olib ketib qolishdi. Hozir sotuvdagi hamma jo'jalarni tez ko'rsatib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hop, mana bu yerda Jersey kelgan zotining jo'jalari ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli, sog'lom, tetik jo'jalar. 80 ta bor sotuvda, bu boshqa ota-onaniki, ota-onasining videolarini qo'yib ketamiz. Aynan shu to'g'rilarni bolalari Jersey kelgan. Ulardan 80 ta bor. Bu yerda yana boshqa Jersey kelganlarimizdan 100 ta bor sotiladigan. Mana bu yerda qora shavg'al videolari ko'rishingiz mumkin. Bular sotilgan. Endi boqilsa 11-aprel kuni, ya'ni ertaga yangi partiya qora shavg'al videolarini chiqarib, o'shalarni qidiramiz. Bir haftalik vaksina qilinganlar 60 mingdan bo'ladi. Jersey kelganlarimiz bir haftalik vaksina qilingani 38 mingdan bo'ladi. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Astrolog videolari bir haftalik vaksina qilinganlarni 40 mingdan qidiramiz. Sertikum astrolog zoti ota-onasining videolarini qo'yib ketamiz hammasini. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Astrolog videolari 40 mingdan. Bu yerdagi videolarimizdan tashqari bu yerda mana oq xuyli zotining videolaridan ham bor. O'sha go'sht qora bo'ladigan to'g'larning jo'jalari. Bularniki ham ertaga chiqadi yangi partiyasi. Bularni sotilgan. Belifeler jo'jalarini, zo'rlarini sotuvga chiqazamiz hali. Hozir bularimiz sotilgan Xorazmga. Bu yerda mana Jersey kelgan jo'jalari ota-onasi boshqa. Video boshida ko'rsatilgan Jersey kelgan bilan bular boshqa ota-onasi. Ya'ni ikkita oilaning jo'jalari ikkalasida aralash qilib olsanglar bo'ladi. Bularning narxi bir haftaligi 38 mingdan. Bemalol alohida shukurasini O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beramiz. Unda korobkalarga joylab sog'lom yetib boradigan qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xayr sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni parrandash qo'zlarga jo'natib qo'yishni, kanalga obuna bo'lib qo'yish va videoga like bosib qo'yishingizni hech qachon